Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchibozlar, Chinoz baliq kanalining ashaddiy, qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-yil 28-sentyabr haftaning yakshanba kuni Toshkent viloyati Chinoz tumaniga yetib keldik, akalar. Chinoz tumani Chinoz baliq bozoriga. Baliq bozori boshlangan soat 3 dan 10 daqiqa o'tdi. 15:10. Hurmatli obunachilar, qiziquvchilar uchun ma'lumot berib o'tamiz. Akalar, mana bu bitonka M39 bitonka yo'li, mana ko'ryapsizlar, mana bitonka yo'li. Bu tomondan akalar, xudo xolasa Sirdaryo orqali Jizzax, Samarqandga ketasizlar. Qoraqalpoqgacha. Chap tomonimizda kirganinglarda shu tomon Toshkent shaharidan kirib kelgan joyimiz. Kirib kelganinglarda Toshkent shahar shunday yo'lni bo'yida akalar, so'raganlar uchun Chinoz baliq bozori ko'rinib turibdi. Katta yozib qo'ygan. Yangi Chinoz baliq bozori. Kelaverasizlar. Baliq bozori boshlangan. Baliq turlari, narxlarga yaqin tanishamiz, ketdi birgalikda. Barchaga omad. Qiziquvchilar uchun ma'lumot qoldiramiz. Baliq olaman aka ukalarimizga 20 kilodan ko'proq bo'lsa, Toshkent shaharga, Yangiyo'l, Zangiotaga, Chinozga, to'y hashamga, ma'rakalarga, yosh kunlariga biz baliq yetkazib beramiz. Dastlabki bor. Telefon raqam qoldiramiz, telefonga aloqa chiqarasizlar. Ketdik, boshladik. Assalomu alaykum, qolmaylar akalar. Sazan baliq yemanganlar uchun maxsus sazalar. Yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz sazalar necha kilolik bular? 1,5 kilo. 1,5 kilogacha. 1,5 kilo. Qayerniki? Oqqo'rg'on akalar, mana 1, 2, 3 to'nish to'g'ri aka. Ha, bitta to'g'rida 20 ga 30 kilodan bormi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to'g'rida. Demak, 30 kilodan bo'lganda salkam 2 kilosh baliq bor. Akalar, sazan baliq narxi qanaqa bor, do'stim? 40 mingdan. Svejiy bugun keltirilgan. Qo'rg'oncham bolalardan bo'ldi. 40 ming kilosi. Akalar, bugungi narxlar 40 ming so'mdan, to'g'rimi? Akalar, baliq yeman akalarimizga 40 mingdan sazan baliqlarini yo'qsiz yog'li yog'i o'rtacha. Ko'p so'rayapti, yog'limi yo'qsizmi? Aytib o'ting deyapti. Akalar, olaman akalarimizga ko'proq olsa kelishgan joyi bormi? Qancha qilasiz? 38. 38 beradi. Uydan beramiz. Uydan bor. O'zlarini daryolar, mana ko'llar bor-a. Okalar, sazan baliq olaman deganlar, svejiy bugun keltirilgan sazan baliqlar. Juda ko'p partiyalik. Mana bunda salkam bor. Agar 50 ta bo'lganda mana shu o'zi 50-60 kilo mana shu o'zida. Bitta bir 200-300 kilo bor, bemalol. Gap yo'q, do'stlar, savdolandirsa. Okalar, baliq bozor kirib kelamiz, mana asosiy qismi baliq bozor boshlangan avjida, okalar. Oho, Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Ilon baliq olaman deganlar, ishqibozlar bor ekan. Ilon baliq olaman deganlarga necha kilolik bular? Bu hamma tirik ekan hali. Mana ular tirik hali. Qimmatlashyapti. 40 ming kilosi, 30 ming kilosi. Bular 1 kilo 800 shunaqa atrof, 900 ha. Bir to'g'ri turibdi. Bitta bor salkam 3 kilo oshiq bor-a. 30 ming kilosi akalar, tiriklar ko'ryapsizlar. Qimmatlashyapti mana, o'x jonivorlar. Ilon baliq yeman aka degan akalarimizga 30 ming so'mdan ilon baliqlari Chinoz baliq bozorida. Gap yo'q. Karas baliqlari bular 300, 200, 300 gramm. Qancha kilosi? 6 ming so'm akalar, 6 mingdan karas baliqlari bor. Gap bo'ldi. O'zi ham bitta masalan 100 kilo oshiq bor-ku. 3 ta to'g'ri bor ekan, 3 ta to'g'ri. Savdolarni bersan, charchamanglar, kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'ling. Akalar, bugun tasavvur baliq katta partiya yetib keldi. Svejiy bugun keltirilgan. Kilosi qanchadan tog'a? 20 mingdan kilosi. Bular bir tepa, 1, 2, 300 chiqadigan. Katta partiyada tasavvur baliqlari 20 ming kilosi. Assalomu alaykum. Vaqtirgashimiz. Tasavvur baliq yeman akalarimiz Chinoz baliq kilosi juda katta partiya kelgan. Xudo xolasa. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum akalar, mana sazan baliqlari keldi. Xudo xolasa. Aka necha kilo bular? 2 tepa, 3 tepa. Yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz baliqlar keldi. 57 ming kilosi. Katta partiya bu. Tirik mana akalar. Nafas olib turibsizlar. Qiziquvchilar, qayerga aka baliqlar? Qayer baliqlar? Aka, zakazlar ketdi, aka zakazlari. Gap bo'shinglar. Baliq sazan ishbozlari uchun sazanlarning zo'ri Chinoz baliq bozorida. Charchamanglar, savdolarni bersin. Ko'proq olganlarga sotib tushgan joyi bormi? 100 kilo, 200 kilo. Bor. Taqalgani. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Bir ton olaman degan deyman-da. 1000 so'm bersa ham, ha? Bir tondan ancha 1 million foyda ko'radi. Tushgan joyi bor. Sizga to'g'rimi? Bo'ldi. Kelinglar, tushgan joyi bor. Ismi kim deb qolamiz? Yo'q. Yoqubjonning baliqlari. Charchamanglar, sog' bo'linglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, baliq savdosi, sazan baliq tiriklari, aka mana. Shep o'zlari shetdalar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay aka?
Kuningiz xayrli bo'lsin. Sveji sazan bolalari keldi mana. Mana yo'qsizlar. Yo'qsiz sazan olaman akalarimiz, yo'qsiz sazanlar, tiriklarni olaman akalarimizga mana. Oka ko'ryapsizlar. Bular necha kilolik? 2 kilolik. 2 kilolik sazanlar o'zimizni mana ko'ringlar akalar. Hovuzda. Qayerdagi bu balolar? Balolar. Akolni yig'ib ekan. Demak, yig'ilgan akalar, mana ko'ryapsizlar. Ichida o'ynamani yuribdi. Katta partiyada. Bu narxi qanaqa bo'l narxlar? 55 dan 57 gacha razmeriga qarab, kilosiga qarab. Yog'li, yo'qsiz, yo'qsiz balolar. Shinoz baliq bo'ladi mana akalar. Kelasiz tirik ishlab berishadi. O ko'z oldingizda tozalab berishadi. Ustiga olib chiqiladi, akalar, tozalab beriladi. Sveji yo'qsiz sazan baliqlar mana. Qaynayapti o'ka bular. Demak, baliqlar sog'lom, tirik. Olaman akalar, baliq. Ismingiz kim edi aka? Obid aka? Obid aka. Akam uchrashasizlar, kerak aka, menga tirik baliq kerak, sazan baliq kerak bo'ldi, muammo hal. Bunda iltimotida 24 soat. 7 kun 24 soat. Aka charchamang, sog' bo'ling, savdoingizni bersa kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'linglar aka. Assalomu alaykum akalar, mana tasolo baliq. Bu necha kilo? Yarim kilo tepa. 600-700 grammlik tasolo baliq olaman akalarimiz uchun katta partiyada tasololar keldi mana. Aka, bugun narx qanaqa bo'ldi narxlar? Aka, hozir olsot bilan banddilar. Olaman akalarimiz, sveji baliq yeman akalarimiz, shinoz baliq kelaversa juda katta partiyada kelgan. Mana 600-700 grammlik tasolo baliqlari. Narxlari okalar bunaqa narx yo'q. 14 mingdan aksiya. Okalar katta partiya olaman, siz ham optim narx 14 mingdan bormi? Bunaqa baliq olaman akalar. To'g'ri kelasizlar, Elmortaga men keldim, sera bo'ldi. Ishtirishni sarayda qoplab berishadi bolalar bor edi. Elmortaga charchamang, sog' bo'ling, savdoingizni bersa kuninglar xayrli bo'lsin.